Yani katta bola-yu, assalomu alaykum. Esa birdamiz. Aka, ani jentel tema qiladingiz. O'sha nimaga to'xtatib Endi qo'yapsiz? ko'ryapsiz, ikki og'iz gapiramiz, narx ko'tarilib ketyapti, jim yurganimiz yaxshi-da. Aka, yana qilish kerak uni. Davay, katta bola sizni kutyapti. Seriozdan. Ha? Mayli, bolani sog'ingan bo'lsa qaytarasan, nariroq o'tiring. Прощение к родному городу. Aka, mana bu lobbyist что-то темный ekan. O'zi jentrada yuradigan katta bolalarni ko'pchilik ko'ra olmaydi-da. Shu ko'rmay qo'ya qolsin. И ты на ноты кладу лютым холодом. 16 Mana shu mashinada hali bo'lmaydigan ishlar bor-ku. Mana shu tonirovkani ichida hali o'tib ketadi-da, ishon. криминальный рэп, улики и все mелкие детали. Endi men bu mashinalar narxi tushmaydi. Qadri bor, narxi tushmaydi. Jentrachilar uncha-munchaga sinmaydi. Hamma o'zicha shu jentrachilarni gapiradi. Sabirga tushib oladi-da, mashinasiga suyanib turadi. Hamma ish qilganingdan keyin qanaqtirish kerak? Uyda svet o'chsa o'chadi-yu, lekin bu bolalarning konditsioneri bilan benzini hech qachon o'chmaydi. Aka, havas ketdi-yu, nima ish qilish kerak? Katta bola bo'lish uchun. Yaxshilab eshit.